Ijaraga noturar joy tanlashda 3 ta oltin qoidani tekinga beraman. Sizdan esa bitta like. Eng asosiysi bu parkovka qismi. Maksimal keng bo'lishi lozim. Hozir avtomobil ko'p, mijozlar kelganda tirbandliklar ularga noqulaylik tug'dirishi aniq. Keyingisi ikkita zina bilan birinchi qavatga chiqish imkoniyati bo'lishi lozim. Ishoning, shunga ham ko'plab odamlar e'tibor berishadi. Eng oxirgisi esa patolog balandligi. Qancha baland bo'lsa, shuncha yaxshi. Brend kompaniyalar o'zini darajasini ko'rsatish uchun foydalanadigan uslub. Katta va baland joyda premium klass darajani ko'rsatib berish mumkin. Bugungi obzorimizda 5 bola building qurilish kompaniyasiga tegishli Sakina turar joy majmuasidagi noturar joylar. Birinchi qavat va podval umumiy 560 kvadrat metrdan 1120 kvadratni tashkil qiladi. Patolog balandligi esa birinchi qavat 4,5 metr, tsokl qavat esa 3 metr 30 santimetrni tashkil qiladi. Birinchi qavatni ham, podvalni ham turga bo'lib maydalab ham ijaraga berish mumkin. Bog'cha, maktab, podofis va klinika yo'nalishlariga juda mos keladigan joyda. Birinchi qavat narxi 1 kvadrat metr uchun $1200, podval esa bonusiga beriladi. Bo'lib ijaraga bersangiz ham yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Narxiga arziydimi yoki yo'q, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qurilish kompaniya raqami ekraningizda, bemalol aloqaga chiqib savdolashib baraka qilsangiz bo'ladi albatta. Manzil Farg'ona shahar hokimiyati va Media Park yonginasida.